Ben uyimda ham usta ishlayapti hozir. Bir 3 kun bo'ldimikin gaplashib, aka dedim, otini aytib, haqlaring qolib ketadimi, bermaydiganlar bo'ladimi desam, qora aka ko'p deydi. Ko'p deydi. Ustani ishlatib, xosatan bizni ham ishlatib, haqqimizni oxirigacha bermaydi deydi. Ishchi ishlasang, ertaga beraman demang, kechasi bering. Peshona turib teri, mana u peshonada ishlasa, peshonasi terlab, badani ho'l bo'ladi. Ana shu peshona terisi qurimay turib berish kerak. Peshona terisi qurimay, ustani ishlatib bermasangiz, u siz zulm qildingiz. Siz zolimsiz, usta mazlum bo'ladi. Usta agar shu buyruq nasib qilmasa, shu uyda chiqib ketsa, agar Xudo saqlasin, mazlumda duosi behijob, beparda, beto'siq Xudoni huzurida maqbul eshitib olinadi. Shuning uchun ustani ishlatib albatta berishlik kerak.